emas birdamlik. O belki baylık ya hatırcanlık. Meyuslanma acır mihnette, bulmaz etken her eşim tenlik. Yıkılırsan biri jülaydı, acır bilen hayat gülaydı. İşenç bilen baksan adiye, yıllar alğadaydı. Baxıt her kimning ko'zida har xil. U bir odam yoki bir fursat. Baxıt qanoatdir bilgin. U bir didor yoki bir talxa. Kütünüşke ehmet verip immunit gücümüzni aşıraydı. Huakın karşı zencilciyi sizni köznek eptitalda has koyulgan filmimizni görüşke teklif oldu. Alayda azab oğalla filmimizden sarxıl mazmunlarının aldın bəhrini alaydı. Siz Tosup olsak kulağımda. He? Tosup olsak kulağımda. Unutmaydı o. Kim o? Bir gün şu Rafael'in tap saklıldı azar. Kiler o ya kemmesme. Kemmeyden iş yok değil mi? Sizlerle aram kaptım bir emelden kaldırıldı. Ben bakmayı sanırım retiş belgem Ne olsun. bu? Nim boldu ya? Gap olsa çıktı ha. Demiş o da. Ben bu liderden digin boyu çıkılmaya bu müsmen maaş. Ya Ya yapma. Otur parançılar. Otur parançılar. Tutturam balı bak. Ya tuttu. Bak gap ne o iç çıktı. Neymiş oldu ya? Bu Rafael'in ya kemiğini dats bilemdi bilmem de. Üyüdüklerimi Rafael'in ıslatıdı. Ya şunu deme bir sebep aldı bir demem sana olsa. Ya bu toy toxtu dedi, pul toxtu dedi, nasip olmasa bu. Şunu deme. Bu işini ben bir sürüştürat. Ben lekin azgını ispat bilen bir nas değil bulmaydı. Ya bu azgını ispat bolsa mı bizga aşı ispatını bolsa mı dang. Biz endiken qandaq yurishtirishni biz endiken o'ylasak bo'ldi emasmi? Şunu deme bu çok mutlu siz yoksunuz yok olganda. Özlem bir Rafael telefon koyma. Adaş ben abayla yaxshi qildim, almavasa şu an. Vra xotni qara kimga? Fidoriyaga. Nima? Etikka. Hey adaş. Bu ikisi kış kimganda birege. Bu ikisi atanız qo'shilib bo'lgan to'yga nima qachudi bu ikisi? Hey bu Filora ondan nim sebepten mi Rafael'den toy kıldı da ya ki nim sebepten Rafael'den yıkılıştan maksat. Adaş. Biz aldın qitim tunji qitim Rafael ikimiz. Ha. A planni ko'gil taqib chiqqan vaqtimizda yo'lda uchirdi bizga. Ya adaş bek sip ketdim, uyqum ketdi, tez aytgina da. Madaş avu yaqıra. U. Kim o? Qo'yma, qizulga. O'sira. Bir iş oldu mu? Aka, başını tezroq aytsangiz obke. Ciddileşmang. Andikin bizning hamyonimiz o'g'irlab oldi, Filora. Afutiga sen qasma iktilamaydı. Qulog'ini silkib yaqima. Kaçtı yine. Sen arlaşma uqding mu? Çatma nima? Qizonning aqib cho'qil 2 oy oldu. Buning rost yog'onligini qanday bilamiz? Bu kinishgan rostmi yolg'onmi? Şematamsa? Aha. Chiqib qarab baqa mashina brendasang bamka yo'qmi? Telefon pul qopchig'i. Chaqchaqima. Hech qaysi yo'q. Ikkinchi qitim Rafael telefon qilib pul so'rag'ini esimda bor. Figura'nın Rafael'e yıkılışı baş məqsəd varken. Anlamasa bu. Filora bu Rafael'in pulgu da alışıp kalmışıydı ha. Ya ularning sheriklik kirishdan bir maqsad bormi ya? Tutda, ma qıvatqanda ektirimsa kayfiyatim çiçilib ket qara. Filora hazır aş saqçıda qışıp sınamaşdan şundağa.
Maşındaki emniyet görüp oldu ya. Ağandaki Rafael'nin baylıkını sezip kaldı ya. Şununla Rafael'den yıkılışı ma toyun. Adaş. Ma kız balavağı kallığını tuttu bizge. Şunu demey, ağırlar. Xuslar men qizlarni bek chaqirib ketdim. Aşağı birinci vaqtda shu Filorani ko'rgan vaqtimda chira chiqibdi buni. Aşda fordelar bo'lsa, aşda pullari bor o'g'illar bilan to'y qiladi deb aşda chira chiqibdi uni. Adaş bu oldu o işini koyapsan bir gapga putlaşma sen. Aşda o'shanda. Kartısızdan hemen düşemedim bu işleri. Əməliyyatda bu bizim şirket bilan talışıyotgan tür planı bilan münasibətlik. Qarşı tərəf bizim burun bu türni qo'lga keltirib qo'yibdi. Aloqador organlar bizni ko'chirmkeşlik qildi deb tekshirib yutibdi. Shundoq bo'lsa-mu, bu shikisning ishi bilan bu savdo ishining qanday aloqasi bor? Tekshirish jarayonida bizning ishki materiallar oshkorlanib ketganini bayqadik. Bu qitimdagi tur planiga shirkatimiz g'olliq xodimlar bilan Rafael qatnashgan. Şirketimizki xodimlardan faqat Filorani yangigan. Hem siz demakchi, Filora Rafael bilan yiqilishi sizlarning bu tur planni boshqalar oshkorlab etdi. Sizning isbotingiz bormi yo siz o'zingiz faraz qilib topdingizmi? Biz şirketning kuzatish apparatining bir kuni kechda Filoraning bosh liderining ishxonasiga kirib, material ko'chaginini o'qitdik. Turdo'z? Yaxshimi? Yaxshimi, bo'l o'tiring. Men 2-oyning 22 kuniga telefonimni chiqarib bergan bo'lsangiz. Shu aytib bering. Sizlardan bir gap bor. Allan qitim ishxonangizga material kimga bog'liq? Kimga? Filora. Filora? Materialni o'g'irlabdimi? Ya bunun Abbas Kuroy bilan aloqasi bor bu anda olsa. Ya men o'yildim adash, oldin qitim Filoraning opsi og'rib qolgan vaqtda Rafaeldan pul so'ragandi. Endi yana beshiq kun tushib materialni setib etdim ya. Hey, şu çağdımı o Rafael onun 150 ming pul verganligine qarab. Şu Filora 150 mingning ichidagi 3 mingni ishlatib qolganini berib etdi ya. Masalan şu qizaloq pul kerak bo'lib qolgan bo'lsa, nemish qolgan pulni qaytirdi uni. Bu miras. Ya endi 150 ming ko'yni oz ko'rgan o'xshaydi bu qiz. Bu materialni sotsa qancha pul deb qo'yamsizlar? Bir qancha kundan buyon dadam meni sirtqa chiqib qo'ymayotdi. Sizlar har kuni o'ynab pul zerikmaydi ekansizlar. Andamasam dadamni bir şey chaqamamsan. Ya ma sen şu meğiz qarab ish topsa. Kemal kelsa ismini o'zgartirmayman. Voy? Ya mushta yaxshi-yaxshi chaqas falan bo'lmay bo'lamay. Men xar deb o'ylab qolibdi qasinglar. Endi ko'rib qo'yasha, mening nochiligimni. To'g'ri eskib turib bu. Dada, sening revmatizm kasalin bor edi-ku. Mana ko'ray, mana. Huaxong Xiaohuigao. Saptora, og'riq to'xtatish unumi yuqori. Zaharni tozalab, tez ta'sir qiladi. Pay va ustixonni asrab, qayt qo'zg'alishni saqlaydi. Huaxong Xiaohuigao. Xiaohuigao? Xiaohuigao chapligi sizga boshqacha dada ato qiladi. Bu cho'ngroq biliq tutayapti bu qiz. Qoldi ishlab ketdi. Yo'q degan olmaydi. Bular emas başlaydır Filora'nın material o'g'irlanganini bilgandan keyin meni Filora'ning arxivini tekshirishga buyurdi. Tekshirish jarayonida doktorxonaga
Apisi bilan kichik qizning hech qanday qandoshlik munosabati yo'qligini his qilaman. Bu onda olsa bu apısı mı yolgan bolsa, bu çırayı mı yolgan ekan da bu kızdan? Onda olsa qancha sotib besib ketdi bu. Qizalı. Sadda ko'ringani bilan ichi bek yomonmi ha? Shunday. Endi shu pul bilan uchunmi qildi deydi. Lekin Rafael shuni shunday yaxshi ko'rgan tursa, Filorani shunday yaxshi muomala qilayotgan tursa, bu ikkisi to'y qilsa degan bir uy kirdi. Demak, bu qizol pulda g'am qilmaydi degan gap. Unda sen nimishqa materialni o'g'irlaydi? Cho'qim bir maqsad bor. Aslidir bu ishlarni bekchi qadam bilib ketmisin, endi gapmi bu yer kelib qolgan kelmanmi? Yushurib yurmay, Filora abbasining qizi ekan. Nima? Onda olsa bu kino kütüpte bu tiyaşı ya acaba. Ay uğraşı. Ya bu qizning Rafaelning pulini deb aralashdi deb biz oddiy o'ylab oldikmi nima bola? Onda olsa Rafael'a kaçan çidiyama çıketken okşaydı. Eğer mangop kalan olsa da ben çidiyama çıkıttı ya. Ya bu niye de yaman mı Filora diyen kızlarının şey, niye de yaman? Bishim partlab ketib qoldi ham gapdan olib. Rasmiy chiqma, har qanday ish yuz bermay, yo. Bu hozir Filorani Abbosning qizi dedi. Undan bu ishda cho'qim Abbosning mas'uliyati bor. To'g'ri tanlash. Filora boshda Rafael bilan to'y qilish uchun Rafaelning dadasini indek keltirish kerak. Qanday indek keltirdi? Buning birdan bir qila olgan ishi faqat birla. Onda olsa mashina vaqasini Filora qildi demakchimi? Endi sen hozir mashina vaqasini dedingga, shunda bo'lib qilishi mumkin, lekin biz mashina vaqasini hozir deloni tekshirib chiqsak, nurg'ilgan jip puchiga ega bo'la olamiz. Siz ham boshqasini bilamsiz. Lider Filoraning abbasining qizi ekanligini to'y bekitib bo'lgandan keyin bildi. Lider har qancha qarshi turgan bo'lsa-mu, Rafael dadam u qizning oila sharoiti yaxshi emas, shunga qo'shilmadi deb o'ylab qoldi. Ya bu tağımız mı kızık ya? Bu rast yakınmamdı o Rafael'a. Lider Rafaelning Filorani chin ko'ngildan yaxshi ko'radiganligini bilgachga, uni qabul qilolmasligidan ansirdi. Tuniga ishxonada ikkisining qattiq tejib ketganini anglab qoldi. Sizlar to'y qilsangiz bo'lmaydi. Men bu to'y ishiga qattiq qo'shilmayman. Beshida qo'shilgan to'nga nima ishga gapingni yinib olsan? Ishkingni boshqa emas, bolam. Sen burunlar Filorani yaratmagan. Hey balam, saddırlık kılıvatsan da sen saddırlık kılıvatsan. Hiç mi düşünmey durup? Mening tanlash huquqim bo'lmasa, yashag'inimning nima hikmati? Ya bularza qanday ish bo'lib ketadi, men faqat tushundim. Murakkab. Bilan qaranglar. Oy. Ya bu ish qanday qilib? Ya qaradaş bana kolda tizile oturdu. Sening farzanding to'g'ri, liderning degan bo'yicha men Filoraning keyniga odam solgan. Mana shu aşk etdimdagi rasm. Liderning mashin vaqasi uchrashishimi o ikkisining o'yin ekan. Men Guanjudan tekshirdim. O kishi saqchi emas ekan. Mana hamma shal oldi buni. Ikkilar. Ya bu ikkisi voqea asli tanishga munosabati bor ekan. Men burunlar mana ikkisi Rafaelni kalasida o'ylab qo'ygancha qas qildigani. Shundan bilan men yog'an soch qiyofat kirib bilan Filora qichib uydan. Shundan men saqchi qo'g'ilgan bo'lib, sizlarning mashinaga chiqdim-a? Shu chiqqandan keyin shundan Rafael ko'rib bilan ish chaqirtib, buni istashlikqa erishib ketganga. Manda Ya adash, undan keyin bu saqchi mashina qaytarib berish bahanasi bilan Rafaelni izlashib turdi. Filora ham yonimizni o'g'irlab bilib, Rafaelni o'zini qasddan izlatdi. Oxirida Filora o'zining oilasining ahvoli, opasining og'riqchanligini deb eslashlikni qo'zg'adi. Bu bizning og'aynimizmi? Mush doktorxona qatarash jarayonida yaxshi ko'rib qopti-da, men qahvash qizalni. Manda Bu qiz, bek yamanki adash, bu qizalni qo'l qo'ydim men. Adaş doğru esa, isimli bana aldıktığımız bir dükkan kirdik adaş. ha, İsimli bana. Bu kızanı kögemen. Şu vaxtla misqatdım yine bununki. Yalğanlarda işlediğin yere kirip bu Rafael yaxşı anlaşılan şu vaxtlarda. bu biz bilmaydigan chiqqan bu. Ya bu qiz ola Shunda men shu chog'da Rafaelni izlab borgandim.
Bu qızlar nafratlik muhabbet hikayesini vahşi yaxshi o'ynabdi. Bu manda qarsam bu Rafael'ning soddiligini paydan onqini qilib o'ynatayotganga. Bu Rafaelmi soddicho? Mush qizlar hissdoshlik qilib Rafaelni o'ynatdimi? Shuningdek shirkatga kirib materialni o'g'irlab, bir qadam yo'l minib qo'ygan ekan, ma yag'an saqchini paydo qildi. Shuningdek ma yag'an saqchi chiqdi, menda mashina vaqasini delosi. Candan keçmekçi cananga yetkili olmaz da pemmişni qıpı gitti de bu ha? Albatta dedim adashmish og'inimiz soddicho bizdan kimdan ko'ramiz buni? Bununla bir doyun kaptı adaş. Bir filmde mi rejissör oldu ama kinoda mı ne? 这个就是现实版的阴谋与婚礼。 Valla bu yerda deyishishadigan gapni qolmadi, hamma gapni bilib bo'ldi. Teshik chiqib, restoranni ishini o'rlashtirib, berib Rafaelni deydi. Kaçta kılaştık? Oh! Ne oldu? Rafael ispeyapti. Ha? Ko'raman. Ağinlar. Ben bu reallıkni qabul qilolmadim. Keyin nima ish bo'ladi, qani ko'ramiz. Chiqandoq? Chiqarib olay. O'cha. Hamma seni güzel peri kızlar. Dedi Rafael'le Erkan çıkarış bulman olsun. Tuturang, oy, tuturang. O başlandı degan gap var. Hamma narsaning cheki bo'ladi. Menimi chekim. Buni Ala bir satı koyduğum taksa. Nasıl çıkalım ekrandan? Yapımızla daha şık. Kendini örgen yapalım ya. Erken. Adaş. Erken. Gel adaş. Kalk. Ao. Sanırım erken. Soğukkan yoktu bu ha. Kitap mı yoktu? Köyümüzde köyümüz geçip ketken. Aram bir öye gidip damağa vakti var. Cem damama yan götürüp hapsi bu işlerini. Vay. Sizce ben bir genç bir genç kayıp. Ha bo'ldi, Ashadna. Bilmeyen edemezler. Ay boş bir kız işledim de minret bu adam sen ma. Sen ma ben ma. 1, 2, 3 başlandı. Ay boş bir. Vay. Baran baş direktörüma. Teksti de durayım ben. Ben size açık kahveyi demlep durayım. O üçümüz alaydı.
Aslını unutma olsan mı gökte Arganda konarın yerini oylap koy Hayatın keynidin mamatnu hem bar Ötmeydi o küllürün künde oynaptı Ağrınma putunga kirgende tiken Çünkü sen onunla özünde sigen Sayırmasız içen yığında bulbul Bil ki bu sebepten